alaykum qadrli cherish quvozlari. Bugungi obzorimizda Tigo Kipro avtomobili. Sizlar bilan bugun salon qismini obzorni qilamiz. Bismillah. Salon ichi полностью ekokojа bilan jihozlangan. Multi-rul, ekokojdan qilingan sideniyalar. Salonimizda o'sha juda ham chiroyli atmosfera. Salon dizayni juda ham chiroyli ishlangan. Kelinglar endi bitta ko'rib chiqamiz. Rulimiz elektron rul hisoblanadi. Mashinamiz start-stopda zavod bo'ladi. Konkretno 4 ta eshik, konkretno qaysi eshik ochiq yopiqligi, mashina qiziyotganda progrev yozuvlari chiqadi. O'sha mashina qizib bo'lgandan keyin aynan mana shu progrev yozuvi o'chgandan keyin bemalol harakatga tushsangiz bo'ladi. Mashinamiz 220 skoroskgacha chiqadi. 5 ta odam konditsioner bilan podyomligi ham shustri chiqib ketadigan mashina. Mana mashinamiz qizidi, hozir progrev degan yozuv o'chishi kerak. Mashinamizda moy, antifriz, tormoznoy жидкость, dvornik bachogidagi suv kabi жидкостьlari o'sha kamayganda monitordan hamma narsani ogohlantiradi. Bu degani siz bexabar qolib ketmaysiz. Rulimiz elektronli hisoblanadi. Boshqaruvga juda ham qulay. Katta tezlikka chiqqaningizda rul og'irlashadi. O'sha sportivniy rullar qanaqa bo'ladigan bo'lsa, bunda ham aynan xuddi shunaqa bo'ladi. Rulimizda chap tarafi полностью cruise control, o'sha tezlikni tezlashtirish, sekinlashtirish. O'ng tarafi bo'ladigan bo'lsa, полностью monitorni boshqarishga mo'ljallangan. Qo'shiq baland past qilasiz. Bluetooth orqali ulab olganingizda telefon bo'lsa ko'tarasiz, o'chirasiz. Bu yoqda tepada o'zida mikrofoni bor. Hech qayerga chalg'amasdan rulni o'zidan hamma funksiyalarni bajarib ketsangiz bo'ladi. Qo'shiq o'tkazsangiz bo'ladi. Va rulimizda abagrev sistemasi ham mavjud. Abagrevi qish kunida juda ham komfortli. 15 sekundda rul qiziydi. Maza qilib issiqqina bo'lib haydab ketaverasiz, xudo xolasa. Va undan tashqari lobovoyimizda ham abagrev bor. Ikkita oldi sideniyalarda ham isitish sistemasi mavjud. 15 sekundda sideniya abagrevlari ham qiziydi. Bokovoylari qiziydi, lobovoy qiziydi, sideniyalar qiziydi. Konditsionerda bo'lsa umuman bo'g'ilmaydi mashina, tortishi o'zgarmaydi. Ekonomishniy 6 litr rasxod qiladi shahar ichida. Xo'llash qishga ham, yozga ham eng kerakli funksiyalari mavjud. Monitorimizda yana aytgancha 4 ta ballonni davleniyasini ham ko'rsangiz bo'ladi. Benzinning necha kilometrga yetishlarigacha ham ko'rsatadi. Faralari avtomatik bo'ladi. Avtoga qo'yib qo'ysangiz datchik svetalari yonadi. Kechqurun o'zi yonadi, faralari kunduzi o'zi o'chadi. Tunnel kirganingizda 2 sekund zadержкасы bilan o'zi avtomatik yonib o'chadi. Korobkamiz variator 7 ta stupenchli bo'ladi. Euro 5 standartiga javob beradigan оборудование bu yoqda полностью. Korobka motorlariga ham 150 ming kilometr probeg yokida 5 yil garantiya beramiz. Zadniga qo'yganingizda monitorni o'zi orqa kamerani yoqib beradi. Monitordan полностью ko'rinadi va sun'iy intellekt bo'yicha rulni burganingizga qarab turib yo'nalishingizni ko'rsatib beradi. Va parktroniklari 1,5 metrdan boshlab sizga signal berib ogohlantirish berishni boshlaydi. Dga qo'yganingizda tiptroniga ham bor. O'ngga bitta o'tkazasiz, 2, 3, 4, 5 skoroskga o'zingiz o'tkazib yoki 4 dan 3 ga, 3 dan 2 ga o'zingiz ham o'tkazsangiz bo'ladi. Korobka motor Volkswagen, elektronikasi bo'sh, kolonkalari, akustikasi полностью Sonydan yig'ilgan. 60% asosiy zapchastlari nemetskiy производство bo'lgani uchun biz mashinamizga 5 yil garantiya stabilni bera olamiz. Mashinamizda o'zida lyuk mavjud, 2 xil rejimda ishlaydi. Ventilyatsiya qilib qo'ysa bo'ladi va oxirgacha ham ochib qo'ysa bo'ladi. Shtorkalari bor o'zida. Yopib qo'ysangiz bo'ladi. Boshqa paytda va ochib qo'ysangiz ham bo'ladi. O'zining shtatniy pultidan zavod bo'ladi. Mashinamizda besключевой dostupi mavjud. Mana pultlarning ham dizayni bir ajoyib. Mashinaga yaqinlashsangiz avtomatik mashina o'zi ochiladi, uzoqlashsangiz o'zini o'zi qulflab oladi va mana shu blok knopkasini 4 sekund bosib tursangiz mashina distansionni o'sha o'zini o'zi zavod qilib qish kunlarida qizdirib qo'ysangiz bo'ladi. Deylik, Magikarlarga ortiqcha xarajat qilmaysiz. Nima desa bo'ladi?
Ekonomichniy byudjetniy mashina. Elektron ruchnik, avto hold rejimi bor. Avto hold juda ham qulay funksiya. Mana o'zimga bu funksiya juda ham yoqadi. Deylik, probka to'xtadingiz. Tormozni qo'yib yuborasiz va mashina joyida turadi. Tepalik bo'ladimi, pastlik bo'ladimi, to'xtadingizmi bo'ldi. Tormozni qo'yib yuborasiz, mashina joyida turadi. Gazni bosmaguningizgacha mashina harakatlanmaydi joyidan. Полностью hamma joy kojinli. Salonning orqa qatorlari ham juda ham komfortli, keng, полностью koja bilan jihozlangan. Sidenani orqa tarafida bu yog'ida airbag ham bor. Bu mashinamizda 4 ta airbag sistemasi mavjud. Orqa qatordagilarni ham o'ylashgan. O'zi asosan mashinalarda faqat rulida va torpedkasida airbagi bo'lsa, bu yerda sidenani orqasida ham orqa o'rindiqdagi passajirlar uchun ham o'sha airbag sistemasi mavjud. Ko'rib turganingizdek, salon dizayni juda ham ajoyib, chiroyli, komfortli. Xudo xolisa hammalarni Cherry ADM Astra avtosalonlarida kutib qolamiz. Kelsanglar, ertalab 9 dan kechki soat 6 gacha test drayvlarimiz ham mavjud. O'zingizlar haydab ko'rib, hisob-kitoblarni olib ketsanglar bo'ladi. Hozirgi kunda bu mashinalarimizni foizsiz рассрочкаga o'zini pulini bo'lib to'lashga qilib beramiz. Hech qanaqa penya va anaqalarsiz. Hammalarni kutib qolamiz. Izohlarda keyingi mashinamizning obzori qaysi bo'lishini yozib qoldiringlar. Hammalarni kutib qolamiz avtosalonimizda.